Qadrdon tikuvchilarim, yaqinroq keling. Iltimoslarga binoan ushbu noodatiy fasonni birgalikda modellab ko'ramiz. Buning uchun orqa old andoza shabloni va yeng shablonidan foydalanamiz. Old andozani ko'krak vitochkasini yonchoqga ko'chirilgan holatiga keltiramiz va yeng andozasini har ikki bo'lakka yopishtirib olamiz. So'ng old ochiqligi bo'ylab dekolteni chizishni boshlaymiz. Yelka uchidan to old ochiqligiga qarab avvalni yassi chiziqda chizib olamiz. Siz ham qaysidir fasonni modellashga qiynalsangiz, menga murojaat qiling. Uni birgalikda modellab ko'ramiz. Asos andoza va modellashtirish kursi sizga qiziq bo'lsa, direktdan kurs so'zini yozing. Men sizga to'liq ma'lumot jo'nataman. Orqa dekolte etakka tutashgan holatda bichiladi. Shuning uchun yeng bilan balandligini bir xil holatda chizib turib, uni etakka tutashtirib, chizib hamda qirqib olamiz. Bu dekolteni oldini buklovga qo'ygan holatda yaxlit bichib olsangiz ham bo'ladi, yoki oldini, orqani alohida qilib yengdan chok berib bichib olsangiz ham bo'ladi. Asos andoza va modellashni o'rganishni xohlovchilarni asos andoza va modellashtirish kursimda kutaman. Shu kabi modellashtirish va tikuvchilik sirlari sizga qiziq bo'lsa, sahifamda qoling, kuzatishda davom eting hamda like, podpiska, kommentariyallaringiz bilan qo'llab-quvvatlang. Tikuvchilik va modellashtirishda qandaydir savollar qiynalsa, menga murojaat qiling. Birga javob topamiz.